Adam kırmasın ha. Ondaki boğazının onunkin sözleşik başlayacağız. Dört tane adam buldu. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarga shu vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdan bo'laman. Men bugun 2022 yili 12 oyning 21-kuni ozroq naq maydon taqib chiqmoqchi. Bir necha nuqta to'g'riliq so'zlamoqchi. Birinchisi, hozir Xitoyda bo'layotgan Xitoy virusi va dünya vaziyeti. İkincisi Şvetsiyadagi o'yinchilarningki chiqishi bilan chiqayotgan qaror qonunlarningki va biza nimalari. Anaki uchinchisi Xitoy shu tashviqotchilarningki qilayotgan tashviqotlari to'g'risida. To'rtinchisi shu Ravshan Abbos to'g'risida yana ozroq gapirmoqchi. Onda bo'lsa shu bugungi naq maydonning mazmuni bo'yicha qarindoshlar. Dunyo vaziyatida hozir nima ish bo'layotdi desak, dunyo vaziyatida hozir Amerikada Xitoy virusniki kelish manbasini surishtiramiz deyotdi. Undan keyin Xitoy virusni Xitoy taqatgan Wuhandagi tajribaxonadan chiqqan degan gap so'zlarni aytyotdi Oqsaroyninki. Ondan keyin bizningki Uyg'urningki da'vosi hozir o'tgan yili shu yaqinqi vaqtlarda NATOda tilga ilindi. Ondan keyin dunyo vaziyati qanday shakllanyapti desak, qarindoshlar, dunyo vaziyatida Yaponiya qaytadan ikki dunyo urushidan keyingi Xitoyni o'ziga xavf deb armiyasini qaytadan qurib chiqyapti. Ham dengiz rayonlarini qattiq qamal qilyapti. Bunun yana Senkaku orollari Xitoycha Diyoyido deydi. Mushu ningki jidallar bir qator chiqyapti. Demak, qarindoshlar, Yaponiyadek iqtisodiy bir kuchli davlat, Yaponiyadek texnikasi kuchli davlat, Yaponiyadek jahonga urib boqqan davlat bugungi kunlikda uyg'onib Xitoy tahdid uchun dunyoninki o'zlariga chiqqan qonunlarga qaramay armiyalarni qurib o'zini Xitoydan qo'g'daymiz deyapti. Bizningki tashkilotchilar bizga o'xshash irqiy qirg'inchilik uchirgan zimmini biz besvagan millatningki tashkilot beshidikilari nima deb chiqyapti? Nayni qilamiz, madaniyatni saqlaymiz, naqshimizni taraqqiy qildiramiz, obo deydi. Xitoyninki ichida Xitoy virusiningki boshlanishi bilan 700 ga yaqin shahar taqaldi. Do'kon, idora organi butunlay ishdan to'xtadi. Tijoratchilarningki. Bu Xitoyninki iqtisodiga nurg'un ziyon bo'ldi. Ham ishkir o'yklarda buning qarshi namoyishlar ham bo'ldi. Ham ancha-muncha ushquni bo'yatdi buningki. Mashunda qalayimqanchilik bir vaqt kirdi. Endi hisobda Xitoyninki o'rilishiga ta'tir sanoq boshlandi desak bo'ladi. Xitoyninki dunyoga to'laydigan ikki badili bor. Birisi Xitoy virusi, ikkinchisi hurmatli Mike Pompeo apandim aytgandagidek Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik qilyapti degandek. Buningga javob berish kerak Xitoy albatta. Buning uchun qurultay nima ish qildi desak, qurultay yolg'on London epizodini qildi. Andan keyin Argentina dedi, ammo Solih Xudoyorlar izchil xalqaro jinoiy ishlar sudini tutib, Xitoyning jinoyatini bekitish to'g'riliq hisob berish uchun tinmay dunyoning ishiga chekyapti va buning uchun harmay talmay kuchayapti. Uni o'zinglarmi ko'rishlar qarindoshlar. Endi haq yo'lda mangan odamningki ishi biza ta'sirlidiki, chunki bizning bu da'voning ichidagi 80-90% cho'shq kuchga bilan bog'lanib ketgan. Solih Xudoyorlarning unda tashviqotchilar yo'q, faqat to'g'ri bir qism odamlar ko'rgan shunda yaxshi narsani qilayotgan bo'lsa-mu, eliqi
berilayotgan men herkesida o'xshash sanab qo'yaydi. Qarasam, yurak qaytim soni 200 danmi aşanmaydı, 150 danmi aşanmaydı. Muaciratda qanchalik Uyg'urlar bor turib, qurultayning ashlarni kuzatib, tegiga ashlarning ayrim hollarda xat yozib, ashlarni qo'llaganlarni tahdid qilib, bunday qilgan ishlarimi bor. Amaliyotda o bolalar nihoyat to'g'ri ishlarni qilyotdi. Asli bizningki boradigan yerimiz, qiladigan yerimiz g'arbning oldida shu qilishimiz kerakdi. Ammo bular shu tayin yo'q, London soti, Argentina soti deb mana vaqtni qilib, so'zib Xitoyninki Uyg'urlarni o'ltirishiga, qatl qilishiga, qirg'inchilik qilishiga yo'l ochib beryapti va davoni xunuklashtiriib bordi. Men o'tgan deb bo'ldim, irqiy qirg'inchilikninki sifatini tuvanlashtirib bordi. Xalqaro vaziyat qayerdan qayerga qarab ketyapti, qarindoshlar. Xalqaro vaziyat qayerdan qayerga qarab ketyapti, bizning da'vochilar nima ish qilib qilyapti? Avstraliyaga bordi, uyaga bordi, buyaga bordi, Amerikaga bordi, madaniyat qirg'inchilik deb, iliq akademik deb cho'shqa xotinning ichiga bijmonchi cho'shqalar kirib oldi. Shundan bilan anandan keyin biz shundaq naqsh usulni rivojlantirishimiz kerak, nimalarimizni taraqqiy qildirishimiz kerak deb endi chiqib ko'chko'tangda usul o'ynashning o'rni yo'q qarindoshlar. O'layotgan, qirilayotgan millat bizga shunday bir tarixiy bir fursat kelyapti, ammo bizningki bu da'voning beshidagi cho'shqangan Xitoy kuchiklari bizning da'voni monopollashtirib bordi va bizning da'voni xunuklashtırib bordi. Chunki yana bir narsani deydigan qarindoshlarim, xalqaro jinoiy ishlar sotiga hozirdan boshlab yana bir qitim eskartish va chiroyli taklif fikr. Qarindoshlarim, ota-onanglar turmadagilar shunda jiq. Ota-onanglar texi kesilib ketganlarmi shunda jiq. Hatto lagerdan chiqmaganlarmi shunda jiq. Sizlar masalan Norvegiyada yashaydiganlar Norvegiyadagi, Shvetsiyada yashaydiganlar Shvetsiyadagi, Amerikada yashaydiganlar Amerikadagi, qaysi g'arb ellarda yashaydiganlar bir Google'ni ochib o'zinglarningki davlatiga qarab yiqinglar. Sening davlatinglar ICC'ga tava emasmi? Ya'ni xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo bo'lgan davlatmi, bu davlat emasmi? Agar bo'lgan bo'lsa, sizlar shu o'zinglarningki o'tirik ministr deydi, shu tashqi ishlar bo'yicha xat yozib, email qaytaringlar. Nima qilinglar? Eng bo'lmadigani birdan arz topshiringlar. Bütün shu sizlarning o'zinglarning tuqqanlarining kirib ketgan o London sotida ochdi-ku, iliq informatsiya bizning miyaga kelib Baxtiyor Umar deganlar apirib malan qilib shudi narsalarni ilib. Hech bir foydasi chiqmaydi, ham chiqmaydi qarindoshlar. Shu surgun hukumatdagilar shu ishni qilayotgan bo'lsa, yana kam qolgan materiallar bo'lsa to'liqlab beringlar. Xalqaro jinoiy ishlar sotiga material ta'minlab beringlar. O'zinglar turayotgan davlatningki tashqi ishlar ministrligiga yozib qo'yinglar. Eng bo'lmaydi degancha bir tanlasini yozib qoldirib qo'ysanglar, uning foydasi bo'ldiki, hargiz ziyonli tarafi bo'lmaydi. Masalan, shaxsan men o'zim Shvetsiyaning Shvetsiya grajdan bo'lganligi uchun, Shvetsiya davlati xalqaro jinoiy ishlar sotiga tava bo'lganligi uchun men Shvetsiya fuqarolik salohiyatim bilan Xitoyning ustidan arz beraman, imzorimni ataman, deyman qanday bo'lmasin. Ashunchalik o'zinglarningki haq-huquq manfaatlarini foydalanishni bilinglar qarindoshlar. Bu narsani deb qo'ymoqchi. Mushu bo'layotgan ishlar. Endi dunyo vaziyati qayerdan qayerga ketyapti, bizningki da'vochilar nima ish qilyapti, uni o'zim demasammi, o'zinglar ko'ryapsizlar. Bularningki 1,5 yilni yag'i deplayapmiz. Bütün apti basharasini echib, rasvoy xaltasini cho'vatdik. Ya'ni shu beti o'ziningki qilayotgan qilig'i beti bo'yicha bo'lyapti, boshqa ish yo'q, o'zgargani yo'q. Hamda o'zgargan nima bo'ldi desanglar, xalq to'nidi, ammo to'nigan bilan bir qismlari nihoyat aqlli, yaxshimi bo'lmaymi, yomonmi bo'lmaymi deb ko'zni, quloqni jimmi etib oldi. Yana bir qismlar uningdan aqlliqlari, ular mushularning yo'lini tutib, tarafini tutib, ota-onalarimni saqlab qoldi ekanmi? Zodi xoinligini bularningki zoyati Xitoyning odam ekanligini bildi, ammo bularning chig'i tegsa, bularning oil tabiatlariga hujum bo'lgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Men bilan paranglashganlar bo'ldi. Sizga biz yan besib yurak bergan, sizga taqatgan, xat yozib qanday qilganlardan keyin masalan oillargacha bo'lgan gapda Xitoy kuzatib, ashunda qilayotgan gap. Yo'q, qani qo'llamaysa deb turib. Shunday sifatlarmi bor bo'lgan. Undan keyin yana bir turlik nima deymiz desanglar,
Yana birisi bular tashviqotni kuchaytiryapti. Hozir u Turkiyadan, u yerdan, bu yerdan, shu Amerikadan bir nechilari chiqib, yolg'onlardan islomni so'zlagan bo'lib, dinni so'zlagan bo'lib, tashviqotlarni qilishni boshladi. O Türkiye'deki o bala çıkıp Xitayning bizning xalqaro tashkilotlarimizni xuniga go'y o'zingning dadisini agar ketdi apangni Turkiya bizi solab beribsa turdiga uying ikki g'izni qo'yga apanglar dadangning qo'yishga ing'irga ovozini anglab yotadi ekansa zalda numusqigacha bir chikassang olmamdi yoki ishilsang olmamdi apangmi o'tib ketgan bir rasvani ekan dadang turmada tusmayapti tegilib yana bir qanday g'o'ro san qanday vijdon san texi chiqib bizning tek qilayotganimizni qarlayotdi. Bu chiqamamcha unda olsa oldiga biznikiga. Oldimizga chiqamamcha biz ham tashlaydigan tashlab qo'ydik-ku. Nimta ismi o'giniki Anvarjon deganma, nalik qo'ysani. Ko'rib qoldim men so'zlab, men bir savat qo'yibdiki, bunda debdi deb. Va qo'y, o'zingning dadangninki nima ishini qilsangmi, dadang erkinlik erishgan bo'lsa, qurultayninkini ko'ta, podig'ini ko'ta deb yasan buyruq keldimi ya bir yerdan, dadangning dadang tek chiqmabdi, yetib-yetibdi, dadangning ishini qilsang olmamdi. Xalqning podaqchiligini qilgicha, o'zingchi texi u tashviqot cho'p ketibsa, texi o'zingning uylik sesiqchilikni tashviqotini qila. Eliq ahvoling yiliqi. Uy kirsa titrab yotsa, haq bergan tashkilot bergan pulni yeb yotsa, shunda tilamchilik qilib, uningdan tilab buningdan tilab ya pasportning tayini yo'q, ya xizmat o'rnining tayini. Nada mushtaqiylar cho'ng so'zlaydi ekansa. Shiplaslar. Ashunda bir qator odamlarni anondikan aliqa Amerikadagi mo'yli Avstraliyada Aslan degan go'y hidoyatman nima sen ya. Bashangmamda ishki balangning beqinish bil. Alhamdulillah Uyg'urlarning og'zimizni dimqib suxralanib bermaydi ekansan to'shilibdi-ku. Ajrashtirgan bir nimaga qo'l qo'yib berganasi bervassangmanda bolalarning maktabida hozirgi ta'sir qiladi ekan. 4 yil o'tib pulni berib boqmabsa, pul vermamsa desa lager xalqlar desa lagerdagilar bolalarni bunchalik kunni ko'radi, bunchalik kunni ko'zni bo'pti deb har nachar gaplarni xotiningni ayni vaqtda Xitoydan apangning Xitoy eri usimi qarab o'tirib ekansa ijara apangni bozor qilmagan kimlarning azizlari kimlarga xarboyotdi deb qanday odamlarning bolalari qanday kunlarni ko'ratdi. Qandaq tarixda yashayapmiz biz. Men hozir bo'layotgan narsalarni degan biz Gavjong vaqtimizda, to'liq o'rta vaqtimizda Anyurtni o'qigan chaqda bo'ladi deb ishdan nacharchiliklar, nahaqchiliklar hozir o'zimizning beshidan o'tyapti. Ishki balanga qaranmaysa, ishki balangning ishini qilmaysa, oilangga qaranmaysa, qanday da'vo qilsan sen? Chiqib duo qilib ketgan nima ekansa texi. Bolalaringning da pulini bermaysan, nima deb qo'l qo'ydigan narsa qo'yib xotiningga berib atmamsan? Aqling bo'lsa o'zingning xotiningni ko'chaga chiqib buzildi, anda qildi, bunda qildi, o'chi deb nima degan bir maynat o'zing qator nima ishlar qilib jumidanglar Refiyatga Nuriman degan bilan qalandago balangning pulini berolmaysa qatorda buzuqchilik qilganga nimang bor shundami raying bor va seni bilmaydigan odam jiq emasga oqshomni biz telefon qildik-ku paranglashibsa gachildab yuribsa tatilab Uyg'ur erkitining Roshan Abbosning qo'ltiqqa kirib jalobdan tilamchilik qilib jalobdan non tilab yeb va u Roshanning endi shu odam qanchalik olmoqchi ey Roshanning endi jumakchi odam bu temaga bir damtirib kiraychi ashunda gap qarindoshlar kallamizni yo'g'on ochayli bizningga chiqib so'zlaydigan odam 3-4 ta bularning tashviqotchilari jiq hamma tukpadoq oldinglarga hamda u don bilan samonni biz mana men deb aripadoq uyg'onganlar uyg'ondi deb kichkina bir nima qilishni bilinglar hozir davlatlarning har xil qonunlar chiqyapti bularga emas dunyoda hozir bir qo'tir tozinayotib bularni baribir tutdi birinchidan xoinlar tutildi cho'qim Amerika g'arb Sharq Turkistonni mustaqil qilish planini ko'ngliga pikkan bo'lsa bu milliy munofiqlarni tozlamay turib bu bo'lmaydi tozlandi radyo refiya taqildi siz qalasan bo'lsan go'ylama bir qator ishlar Amerikada bo'ladi Xitoy virusi orqali Xitoyning jinoyati bekitildi Uyg'ur qirg'inchilik qilib ma narsalarga qarindoshlar ma vaziyat yomon ketyapti zil qilning ustida ketyapti mala degan tipirlab kunda uyqusi yo'q ma cho'shqangan kuchuklarningki bu chiqib so'zliga odam so'zlay olmaydi qarindoshlar yezishni o'rganinglar, gaqilishni o'rganinglar.
O topladı Xitay anda güçlənib ketdi, Xitay manda güçlənib ketdi deb. Qarindaşlar, öykünü Amerikanınki Pentagon'ni bilisizlar, 5 burcaklı binanı. Hazır 6 burcaklı desek mi boludu? Dengizde, quruqda, havaninki, yana bir nimki 5 burcaklı hazır asmanda space deb yana birini qurdi. Aşlama dedi Xitayning atqan raketalarını biz kayniga yandırib o'talaymiz deb. Amerikaning texnik jihatda o Xitayga hech nima kelanmaydi. O Gollandiyaning texnikasiga yaqin kelanmaydi. Yaponninkidami shu. Bu chepni bunda bir chepi var, şu chepini bermaydigan bo'lsa, uchayotgan raketa, o tanka minayotgan to'sirat poyoz, o hayron qolmanglar, o egiz binolar silinib ketdi. Hammasi g'arbning binolari, o Shanxaydagi 3-4 binoning hammasi Yaponniki o. Xitoyga qarab unchilik bir nima qilib ketmanglar, o o'ymilik nimasini suvga chilashdi. Virusning kelib bitdi, dabdabasi chiqib bordi. Yo'q, Xitoyning hali yo'q hozir. O bir tal chip, 5-chilik chipni o'zlari o'ngshab yashamaydi. O chip bo'lmasa uchayotgan aeroplan menayotgan tez suratga tashildi-ku. O Xitoy cho'ng zimin, o Xitoy degan cho'ng bir mamlakat o. Mamlakat bo'lganiki, ashta tez suratli poyezdlar, qatnashlar kerak. Uni g'arb yordam qilib berdi o'chilik narsani. Onun hayran, o Şvetsiyada nima ish yo'q, Germaniyada nima ish yo'q deb, o narsalar bo'p bo'lgan 1901-yillari material aqto'sanglar bor tez suratli poyezd deganlar. Bular degan kichik davlatlar, o tez poyezdlar ular tez u yoqdan bu yoqqa uchib yurmasin, normal mangsa o'zlari bular ishni asti qiladigan. Xitoyga o'xshamaydi. Xitoy degan boshqa o. Yaponning texnikasini, Germaniya texnikasini o'g'lab teshini o'zgartib dal qilib qo'yib, o chepni sep mangsa bombalarmi shu raket Dongfang deysizlar, yana bir deysizlar. Hammasi shu g'arbning ishimiz bilan o bo'lmay baqsina. Ay manda uçuduğun raketaçı, uçqaçı aeroplanlarınki hammasininki bir neçə günündə, neçə sekundda bir sistemimiz özgərib turdu. Onu Amerikadan yeniləb qıb turdu. Hem bəzi nəslərdə özara kelişim var. Şu bob turdu, şu kelişim bitkiçə. O bir Xitay onçilik noçumu nəs emas qarindaşlar. Bir kallımızdı bizə bir acaylı. Vətənli qarindaşlarımız ölüb ketib bardı. Ana olcadakı aşk qilish vaqasımı, qırğınçılığımı tügüdü, ot qırğınçılığımı tügüdü. Aşı otda ölüp ketken qarindaşımızın tuqqanlari chiqib, guvalıqlarni beribdi. Agar şu qarindaşlarımız balduroq chiqib guvalıq berganmiz, aşı o'tirgich xabarlar besilgan bo'lsa, ashular izdirgini qilgansa, o't o'chirganlarni da'vo qo'ydi va mana chatal tuqqanlari bor. Mana o'tni o'chirayli deb bo'lsam shunda qilab qo'ydi hamda. Şu jimmida quloqni chiqarib olg'ashqa, hech qanday ovozini chiqarmag'ashqa shuning bilan adamlar kuyib ketishki bo'ldi, mana adamlar o'lib ketib bardi. Ya u bizning o'zimizning qarindoshlar tutsa, o'zimizning zimini tutsa, o'zimizning tuproqisi nima uchun xumsizlik qilib ketimiz ya qarindoshlar? Da qilmayli, bularning keyindan mangmanglar. Bular degan bir Xitoy istixboroti tarbiyalab chiqargan, partiya maktabini bitirib chiqqan, bu Xitoyning depini chaladigan bu cho'shqamgan kuchuklar, bular hech qanday Uyg'urga foyda manfaat yetkazmay, ziyonli bo'ladigan guylar bu. Aslida bularning xiyolida avtonomiyani elib, xuddi Tangsong nomni elib qaytib kelgandek, bular mana shu avtonomiyani elib qaytimiz deydigan bir tushbatda, shu tush bilan chiqarg'izdi bularni asli. Ammo vaziyat dunyo uning to'g'ri kelmay qoldi, shuning tushi buzilib ketdi. Bularga asli haqiqiy avtonomiyani qurib o'zcha demokratiyaga akab turib Xitoyni aningdek qaytib vatanlarga huquq tutadigan bular vazifa bilan chiqqan, ammo Xi Jinping aksi u tushini buzib etdi. O ittifoqdoshlar partiyasiningki chiqqan odamlari u narsalar oqmay qoldi. To'g'ri kelmay qoldi. Satda oldi qurultaydikilar. Xapomanglar, ko'ngillar, ammanglar qanday qilasizlar? Shu Xi Jinping aski chiqib qoldi shu, Bommagan bo'lsa, yana yumshoqroqimiz chiqqanmiz, avtonomiyalab qaytib ashada rasvochilik qilatding qachon. Nima? Albatta shunday bo'ladi. İkincisi, Shvetsiyadagi o'ngchilarning chiqishi bilan chiqarilgan qonunlar. Mayada mayli chiqarib qo'yma. Mayli chiqarib qo'yma. Mana Mavi Shvetsiyaninki Dagen blogi Shvetsiyaninki hani banda qildi.
Dagın bloget degan xabarlarniki ya Aftonbladet degan o'sha xabar bosadigan dаңlıq mediasiya. Ma'noda nima debdi desanglar, qarindoshlar? Mushundaq ilqi yolg'on panoliq tilganlar agar bayqilib qolsa kelgusida, uningdan keyin obxulististun permanent emas aşı ilqi lükası bor chaqda demdi, green card bor chaqda Xitoyga kirib chiq panoliq tilab turib, shu Xitoy bilan kirib chiqqanlarningki qaytirib ilindi debdi. Uningdan keyin Shved pasporti bo'lsa-mu, migratsiya serkitning tashrif chiqishini ham mushunda bir qonun chiqarishni vazifa qilib Shvetsiya hukumati topshiribdi. Assalomu alaykum Dilshod Rashid. Qanday qilamiz endi? Mehribon degan xotininglar 2000 qanchinchi yili travel dokument bilan Sharq Turkistonga kirib qahramonlarcha tizni pukmay qizni ilib chiqqanti endi qanday bo'la ketib qolama? Yiliqi Belarusdagi Palasimda mustop o'ynaydigan ancham bu dekeli Xitoy yordam berama, seninki yana bir qaytim ko'tadim, mehribonligiga bir qaytim ko'tadim deb qanday bo'lam deb ketib qolsam deb bu mehribon xonim hamda qizining to'yini shu Urumchida qiladigan bo'pti-da hamda. Hamda yog'on kasal bo'lib olgan, yog'on sarangliq kinishkisi ilib olgan, Förshakning kassini oldigan, amunda ishlar chiqdi oldirmay. Anoniki yana bir qonun chiqdi Shvetsiyada. Fikir erkinligini to'sish, uchurlarni sirtqa yetkazish, Xitoy ona bola Urumchiliklarning uchurlarini yetkazib etish. Nijat Turg'un, menda bir tal ovoz bor. Bir yoy berib kelayli, ovozni saqlayapmiz. Voy chaqqan chiqirayli, to'rtlik qog'ini men aytib beray. Sening o qo'lingdagi to'rtlik qog'ini beshlik qog'ular urib tushiraytma. Ma xotining travel dokument bilan berib keldi. Hisob chiqamdiki, Xudoga ishonmayotgan-ku, men do'zaxga yo'payib qo'ygan deydim. Endi Xudoga ishongansa, endi qilgan hisobninki, qilgan ishninki badalini to'lamdigan inson aldirmay to'laysa texi. Aldirmay to'laydi xotiningmi? Har bir xotining to'laydi. Tarjimon xotining to'laydi. Ma mehribon yozgan to'laydi. Hozir o'rus xotining taniyama, Ukrainalik. Ashu to'laydi. Sen 3 yildan foydalanib nima ishlarni qilding? Hammani qilding. Cho'qim qonunning to'g'riga tushsa. Ben sana o'tganda degandim-ku, men sana hech narsa qilmayman. Ammo men qonunlar Shvetsiyadan chiqayotgan seni kayningdan yugurib, siqib turib kelyapti. Tushundingmi? Seni xotining qanday berib keladi? Dunyo Uyg'ur qurultiyidan men bir so'rab boqay deya, Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar mening xotin travel dokument bilan berib kelsa gap yo'q, shundaymi? Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichiga sarangliq kinishki va Shvetsiyadan sarang deb hukumatning qonun kinishkilarini berib, sarangga chiqarib pensiya chiqarib olsa, sarang ishlasa bo'ladi, shundaymi? Sizlar nayt yaxshi odamlarni ishlatar ekansizlar. Xotinlar travel dokument bilan berib kelalaydigan, uchurlarning qanday yetkazildigan, qanday hikoya orqali to'qiladigan Uyg'ur tarjimonlar, mayada tarjimonlik qilgan yolg'iz Zulfiya Bavdulla emas, boshqalarni bor, bir mezgil tarjimonlik qilib, Xitoylarga borgan tashkilot boshliqlarining xotinlari mundaq bir misol bilan keltirib beray. 2000 qanchinchi yil, 2012 yilmi Shvetsiyada bir yozuvchi bor, Gümenxay deydigan. Bu Shvetsiya puhrasi. Buni Xitoy bexatarlik odamlari 2012 yilmi, 2000 qanchinchi yili Taylanddan akatdi. Nima ishga akatdi desanglar, bu bir demokrat yozuvchi. Faqat Xi Jinpingning to'g'ri yo'lga mangmayotdi. Boshqalarni shundaq iliqi ta'lam xodamda iliqi paridi degan qilib turib, boshqa o'zining raqiblarini yiqityapti. Bu boshqa yo'lga akityapti. Buning o'zining mashinchilik mo'ligi va munda deb Xi Jinping va Kommunist partiyasi munda bir yozgan bir demokratik o'zining Xitoyni Taylanddan tutib akatdi. Endi yo'g'on savoldan birini Uyg'urlarning kallasi top qilib qo'y. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rashidning xotini travel dokument bilan vatan kirishni ishga qilmaydi. Travel dokument bilan yeshil pasport bilan kirsa, bolasini pasport bijirib Urumchidan akilalaydi. Bu biri tashkilotninki boshliqlarninki xotini, ayni vaqtidagi Kurash Ko'sanning xotini. Keldi, Kurash Ko'san o'lib ketdi. Kurash Ko'san sundu savaldiki demokrat Xitoylar o'ttirib o'tdimi yoki Kurash Ko'sanning xotini Beyjingdan qaytib kelgandan keyin o'lib ketdimi?
Shvetsiya bexatarlik idorasininki shuningga mas'ul ishlar tor betida Kurash Ko'sarninki sirliq o'limi degan maqol chiqqan. Bu bir. Ikkinchisi, ayni vaqtidagi Shvetsiyada dangliq inqilob qilgan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kirib o'tgan Shvetsiyadagi Kurash Ko'sarninki singlisi Minavar. Bu uçaqda yoldaşı Shvetsiya Uyg'ur komiteti rais qanday kirib chiqdi? Agar haqiqatan mushlar Shvetsiyadagi mushu tashkilotchilarningki ba'zilarining xotinlari Xitoy pasporti, mening xotinim Xitoy pasporti bilan menga tegib kelgan desa, xotinim ishlim qilmagan desa, xo'sh, xotining ishlim qilmabdi, men Shvetsiyada ishlim qilmagan, mening otam kirib ketdi-ku. Mening panaliqchiligimni bilib qopdi-ku. Mening intervyulerimni bilib qopdi-ku. Kim apurdi uni? Bizning aramizda Xitoy yashamda, bizning aramizda Xitoy bormi? Uchurlar qanday ketyapti? Tashkilotninki xotinlari shundoq berib keladi. Shundoq pulni varasiltib xashlatdi. Millatning qini. Şu munofiq cho'shq kuchlarning hammasining bu yalnız Shvetsiyaliklar emas, Germaniyadami liqmi shunda. Shuning uchun bugungi kunda millatning beshiga zavolliq yuzlangan chog'da eg'ir kulpatlaganda hammasi mana chiqolmaydi. Galdan ilinib ketgan, ko'sardan ilinib ketgan, puldan ilinib ketgan, sat berib, sat 1 milyard 350 milyon Xitoyni boshqarib Afrikani egallab bo'lgan, Sentral Osiyo deymiz, O'rta Osiyoni egallab bo'lgan, Sharqiy Yevropani tahdid akab bo'lgan Xitoyza bir dunyo Uyg'ur qurultiyini kontrol qilolmay shular shunchalik pokiz ekanda, shunda pokiz ish qiladi ekanda. Ajoyib nima degan mantiqqa tushgan bu. Setilmaydi ekanda odamlari. Davlatlar setilib ketib, harbiy o'zgarishlar olib tutib ketdi. Davlat manfaatini sotganlarni dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgacha tashkilotlar eliqi 2014'lari chiqarib etilgan sayohatchilar Uyg'urlarning ichidagi vishlarni paranglashib obyekat ko'rishili deb ko'rishib, eliqi dernek, eliqi tashkilotlarningki xo'jayinlarining siz obyekat tushib qiling, mobikat tushib qiling deyishib qilingan, buyurilgan uchurlar. U begiz qapti yatmaydi deb hech narsa yatmaydi. Siz mushu davlatda turishda, qarqash davlatda turishda internetlarni qildingizmi? Ma davlatlar shu internetni barliq keltirgan odam, shuncha texnikani barliq kelgan. Sizning o'nchi-muncha uchuringizni siz olalaydi qarindishim. Unda dot ahmaq, unda qapaqosh yo'q bo'ladi. Siz bilan u ma'g'uylar dot setayotgan go'ylar bilmaydi deydi. Bilmaydi deb sotadi hamda qanday qiladi. Ashunchalik darajada bo'lib ketdi. Ashlarning xotinlari bordi, hech nima bo'lmadi. Ashlar agarki Ras Sharq Turkiston mustaqilligini, Xitoyning zimin puturligini arib etimiz desa, Xitoy ashlarnikini kirgizalamda, Anjanting bilan Taylandlarni ko'rishib, vizlarni qo'yg'izib to'g'risi deyishib, kelishim hosil qilishib, hozirgi kunda vatan millatning beshar kun kelgancha ashlar nima ish qilyapti? Ayni vaqtda degan voy san haq degan bizni akirib, setib qashilding, bizni setib qashilding bizni, yog'onlardan tashkilotga kirib, vatan da'vosi qilamiz deb, voy ona qilamiz deb o'zang faoliyatni o'rlashtirib, Anjantingni mutmut qilishdan Xitoyninki. Biznimi balo qazaq, biznimi tiqishding? Bizmi qo'sh vatan mustaqil qildi degan mushlar vatan da'vosi qilib, aqasining kayni yuribdiq, ko'k bayroqni ko'tarib. Uning Alloh ajrsini bersin. Bizmi kim bildik-ku, men ishlagan qo'y Shvetsiya Uyg'ur komitetida quvonib setishib, tashlab chiqatdim qo'y keyin. Na haqchiliklarni shuningchalik yolg'on narsalarni ko'rib, men dalil qo'y shuningki. O'zim bilaman-ku tashkilotning qanday bo'lganligini. Shuningga hozirgacha tashkilotni yo'q qilmayman deyman. Qanday tashkilot o'z teshidan qo'llayman, to'g'ri yo'lga mangan bo'lsa, tashkilotga qurish niyatim yo'q meningki. Qurayli da'vatqanlar bor texi. Ashundaq qo'y, yog'anma,
bütün bu atkan neslerin hemmisi balay afetlerin hemmisi özümüzün kupurluğudan piçin ütümüz Xudanın otursun. Sen cennet gitse, sen dozaq gitse, maqul sen bilet kesvatsa, ma işkimi erki mörlüken münkörlerin inkarını oylamaydı. Anda olursa, manda olursa özümüzki kupurluq, buzuqçılık, meynetçilik, yalğancılık, satqulluq, aşı ahlaqsızlık, bütün şu özümüzden kelavatqan nesleyi. Xitay burundan tat Uyg'urlarni Tungji etdi. Tercüman Tungji arqılıq. İşte başqırıp kelavatqan. Hazırmış şu, müşahidimiz şu. Üzümüzden bolavatqan iş, vaqalar hamma narsa. Başqa hech kimdan emas, hech kimdan ko'rishning hojati yo'q. Ama men chiqib tilladim. Xi Jinpingni tilladim. Chunchonko'ni tilladim, Jo Haylonni tilladim. Tillayman, tillanmayman. Xi Jinpingni hech kim tillamay. Xi Jinpingni deb tillanmayman, tillayman. Tilladim o. Shvetsiya parlamentini oldida. Yani isimning barida bir gapni deb qo'yay qarindoshlar. Biz g'arbninki bunda xabarlarni ko'rib turaylik. Bunda xabarlarni ko'rib, ashlar sal pasishni bilayli. Top chiqarib bersa, topni tepishni bilayli. Hozir Amerikada, Rossiyada, matbuotlarda Xitoy virusi Wuhandan boshlandi degandan keyin namoyish qilayotgan chog'da fashist China, terrorist China, fashist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, independence for East Turkestan, independence, justice deb mayda to'liq vaqtida virus China deganni qaytib dunyo xalqiga yegizib yetayli. Chunki tashviqotning kuchi vahshiy muhim qarindoshlar. Chunki hozir pitiyal urush bo'ldi, virusning balosi bilan maoshlar tuvallab ketdi, narsa-keraklar qimmatlab ketdi. İnsanlar bu turmushdan hozir zerikib to'yibotdi. Bunun kelish manbasining Xitoy ekanligini butun dunyo xalqiga biz yedirib yetishimiz kerak. Cho'qim namoyish qilishimiz kerak. Pat chiqib namoyish qilishimiz kerak. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Gollandiyadagi kuchlarni tashkillab, haftada 2 qitim bo'lsa-mu, mushu Danxaq sotining oldida, Danxaqdagi xalqaro jinoiy ishlar sotining oldida bir haftada 2 kun bo'lsin bir namoyish qilish kerak, turish kerak aning oldida. Salih Xudoyer ayada adadisi odam ashada to'xtamay turibdi. Har kun ashada cho'ng odam ashada bizning nimalarni qilib turadi. Men bu yastib qo'ygan narsalarni bu havo sallisi vaslam Xudoyim bilsa bir necha akamiz mashina chiqib yordam berib tizib bermaz edi. Men bu boshlayib yetaman. Qo'limdan kelguncha qilayli har tarafdan. Namoyishlarni to'g'layli, virus China deb beshimizga kiyli fashist Jinping. Ya o qarab tursak hech kim hal olmaydi. Vallahi o balish qildimsa ana amchak samaydi degan gap bo'lsa top to'g'ritsa. Bizning davarimiz degan Tibetlarning askari bo'lib 40 ming askari bor. Surgun hukumat palanchi bir yerlar bo'lgan bilan Alaning davar beslib qaqashqa o'kin avtonomni bo'lsin alayli deb chiqotdi. Bizning degan Ukrainaning mashundaqa bastishib ketayotgan tursam işte ikki pick-up yandab ketayotgandek Ukraina, Sharq Turkiston mushunda bastishib ketayotsa, buni o'zimiz susashtirib etsak bu davoni. Bu o'zimiz egi chiqmasak, bu kim egi chiqdi buningga? Tamam egi chiqadigan bu Amerika egi chiqsin, Yaponiya egi chiqsin, Hindiston, Avstraliya ham chiqsin. Ammo ichimizga qaylan tunishimiz kerakdi, ishimizdagilarni bilishimiz kerakdi. Davlat qurish oson emas. Ammo davlatni qurib qo'yganki, davlatni tutib turish texmi tas. Bu maqitimqi bir kasa o qilni qirqqa kimning Facebookda qanday podaxchilik qilyotdi? Kimning Facebook chiqib nima deb so'zlayotdi? Topda nima deb hammasi yig'ib menayotgan uchur markaz omborlari bor. Mağımıçı öyle anda optu, mamanda optu dep unda qalaymiqan uchirib berdim sizga deb manga bir bilan beriyam manglar. Men degan odatda degan uchur deganninki 80% ochiq manbadan bo'ldi istixborotninki. Ketkizib qo'ydi. 20% ipiq holatda bo'ladi. Qo'lingizga ta'lingiz kelib, yo'q, kitdim birni dengizga tushib quchoqlab chiqsangiz menga o'xshash. U boshqacha yo'lda alaydi bo'ladi. Bo'lmasa men bunday qilib tumma taraq uning g'aybati, buning g'aybati mening qildigan ishim. Ja qarindoshlar WhatsApp yo'lamanglar men bunday narsani. Aningdagi Messengerda degandek, o yomon tamtiqi yo'q narsani agar haqiqatan qimmati bo'lsa, o'rtoqlashib
qiladigan yeri bo'lsa qilsak bo'ladi, ammo men qilmanglar, men kerak emas. Mening qo'limdan qo'lidagi uchur manbalarim yetarlik. Men o'zimni qo'g'diyolg'idek, o'zim bir ish qilolg'idek narsalarim bor meningki. O'zim avval oldimga kelib qolishga mushtum bilan, aningdan keyin sotqa chiqib qolish pulim bilan advokat tutadigan. O'zim qo'g'diyolayman. Aningki uchinchi isbotlarim bilan. Men bu azaldan burun tutishiblam kelatdim. Bu da shu qonun yo'lidan tanlagan yerim bor meningki. Shunda gap qarindoshlar. Mushularninki mana necha vaqtdan beri berib kelgan, qilgan hammasi mushu tashkilotlarninki o'zinglar dal arib chiqarib olsanglar bo'ladi. Endi mavu adam deganninki terisim bor-ku, qilim bo'lib ketsinmi, ajoyib qilim bo'lib, ama Ravshan Abbos degani munofiq rasvo paskina, Rishat Abbos degan ko't, qiz. Nijat Abbos degan lata, sanxaqning vijdoni, sanxaqninki puldan shuqurma. Singlingning shunchalik ishplas narsalar chiqdi. Sen meni ras qo'yolmaydi, davatsa xiyolingda shu videoni, Texi Ravshan Abbos islom dunyosini qo'lgan. Jalab, Amerika kirdiamsam, ND'ning oldiga qaraylik, bir narsani qo'lang bilan tutib turayotgan rasmini yo'qotib turib, islomni Sen ağzımda koyup beryapmiz, nega boradi, qaysi teshiklarni ochadi, qaysi kanallarni ochadi deb chekipsini qarab yo'qotmiz, Yordaniyaga bag'na, Yamir bag'na ko'ryapmiz, eng oxir biraqli qulubni solamiz. Sen onda islom dunyosini qo'limizga olamiz. Sen qurol tutqizganlar, sening qo'ling tashlab beramdi. Afg'onistonda Umar Qanotning qo'li bichit bo'ldi. Ham ikkinchi qitimliq narsa sening qo'lingni bo'lamda. Sen qaysi bir kuchlarning bilan voy, ya sana unda imkoniyatni sana hargiz bermaymiz. Salih'ın al London'daki İslam ellerindeki çıktı qarindoshlar. Yahudlarning bayramini tabrikildi deb Salih Xudoyarni chiqibdi. Mush Ravshan Abbos qurultaydikilar. Uni nimadagi Londondagilik Aziz Alkun degan Uyg'uriston bir ko't aqso'liq bor. Nachargoy. O shu hammasi bir oilaning kishilari chiqib bu yoqda Uyg'uristonchi, yana Bijnimistonchi, yana Bijnimichilar ayta jidal qilib o'ynaydigan guylar. Shu guylar chiqib elimi o'ngshab yurib, g'olam ma'lumlar bilan sog'-salomat kirib, o ishlarni bitirib chiqyapti. Belgiyalik ishlarni Alloh asoyishli qilibdi. Bo'ladi ekan-qo'y, Xudoy boshda saqlaydi. Ayta paxning shu cho'g'ini saqlagandek saqlayma desa, to'g'ri yo'lda bo'lsa. Sen nega qilsan, odam chiqibsan, haqning qildigan ishing yo'qmi? Meni chaqdan Amerika kirgizmas qilib. Meni chuqlab tushun kirgizmayman degan. Uxlab tushun o'shandingmi? Qanday bo'ladiganini ko'rsa. Ana lekin Dilyarni chiqishdan, Salihni chiqishdan, Bilal İbrahim Turkiston yakimizni chiqishdan, chaqmagan kim qoldi sen haq to'g'ri yo'lda man qadamni hammasini chaqding. Sen ayni vaqtida Rishat Abbos, Ravshan Abbos deganlar ayni vaqtida Amerikada to'ylar bo'lsa, ustallar oppoq yasilib oldingi Rishat Abbos deb xalqlarga salom bermay taqislab kirib beshinde qilib degan qilib qo'yib xalqlarga ustallarni yetida quvonga o'tag'izib qo'yib, Abnumrayning Tunjonglarda ko'p kelsanka jalobning oldirib, qanchalik odamsan haqi. O opamning mehnat bir xotini Ravshan Abbos sen bilamsan, opamning vaqo Xudoyim baloyisini versin. Opang dozaqda, veylon dozaqda ko'ysin seninki, tushundingmi? Dadangmi shu virus yasaganninki Xitoyning ishtining birisi. Tushundingmi? Sen degan texi mehnatlikda illigirkene quvoningni tukun olmaydigan bir mehnat nima deb yog'liqlarni tarat ilishni bilamsan, yog'liq atyapsan. Tarat ilishni bilamsan, taratni siq sudalamdi, so'q sudalamdi desam shuningga javob bermaysan. Bütün tuğa yerin pitni pasat, mehnatchilik, qog'dalmichilik, oshko'zlik, divanchilik bilan to'lib ketgan. Berishmamsa, xalqning pulini bermamsa, oblikmi, xo'jaliklar gapirishmamsa, qaysing? Bitni-bittaymiz, ayna eshakni qittaymiz deb o'tiradigansa, berishmamsa xalqning pulini dalboyiblar. Gapirishmamsa, xo'jaliklar oblikim institutning direktori. Xo'jalikda institut nima ish qildi? Ma'rif degan baqo qara. Cho'chak bilan otishtajma meni bilib-bilish. Ma'rif qurib oldik, institutlarni qurib oldik. Sanga nima ya? Oq ko'ylak kiysang, ichingga osinmay kiymay, amchiqning rangini chiqib qo'yib, kiydigan 4 saraliq ko'y, pachina yapchang olgan divona. Bermamsa xotinning pulini, bu ajrashgan chaqdim ishga arayol degan bunda bölüşdigan uni sen
Oğuz sen bir ketmen top çip bakmagan neyse xalqning pulni uyini setib, datalamga qo'yib, uyning şofusini to'lab qilgandiki, bermamsa xalqning pulini setishibsan-ku Amerikalik uyingni. Yo, ablekim nimaga bir jalab torbatlarga qo'yib xotiningni pul deb xashla, unda deb millatni satqicha tushundingmi? O xotiningning 9da 15 o'tgan gumpusni kim bilmaydi? Xotiningga mega chiqanmas, millatga chiqam kelaja qizlar danta o'tishim sen bilan. Ko't. Bermamsa xalqning pulni, xotinning pulni elib olish tatlixmika, jalab o'ynash, buzuqchilik qilish. Opang ayni vaqtda ajab deb ketibdi-ki, xalqni chechangni bo'yaysa, unda qilsa, o'zingning singlisimi, xotinni to'yshnonni o'ttirini teshib kigizib, qiz chiqmasa aytib akab qo'ygan, singlini akab qo'yib turg'ashda. Opangni saqchiqanga akirdiga, chiqdiga, saqiydiga, ishning kunni ko'rayapsan-ku. Bir-birsini toniydigan xotinliklar jiq dunyoda. Tushunding? Bilido. Bermamsa pulni bermasang, bermayman deb gapni ochiq qilmamsa. Ya hujjatlar ko'ging bormi ya? Hujjatlar turibdi-ku. Xalqning pulni elib bermaydigan onangning haqqi bormi? Otishning bozoridan oldi eshakni qoqchi edi, men og'zimga bir gap kelganda. Ey Xudoyim. Texi avotix institut deb. Sen de institut nima ish qildi? Ma'rif deb qo'yildi ekansan, xatir. Institutlarni qurib oldim deb. Ma'rif Uyg'urning-chi qara, Ma'rifning bo'shkilar desang-chi qara, otish bilan cho'chakmasan deb bera, bilverish. Tushundingmi? Tarixga obdan qarash. Pishmagan yerlar. Bera xotinning pulini jiqqa qilmayava. Soltak. Bermamsa xalqning pulini Rishad Abbos gaqimamsa, sen nima deb gaqilmaydigan bo'lib qolding? Ko'zlaring qarapaqa dashongmoda ko'p kelsa, uxlayolmay kechacha, Nijat Abbos deganmi? Doğruchilik qiling, biznes qiling desangiz, akangiz bilan toza sotadigansiz, bermamsiz xalqning pulini, undab bermaysiz bekarmikaga. Sizlab turib tiqamdim yo qo'ng'izga bir narsamdi. Sen xalqni bir nomus hujayra degandek narsa bormi, yo'qmi? Bütün rasvo ovozlaring chiqatdi. Sen ash videoni meni qo'yolmaydi odamsa? Qo'yib berg'aya bor. Saliq nima kichikam Yahudning bayramini tabriklab qo'ydi deganingga nima qilyapti? Aron tasda yo'lni ichib kirdi. Sening ashu rasvo videolaringni ashlarni men topolmadim, ash Twitterdagilarni. Ey, men qara Roshan Abbos. Amerika kirgan kunim bo'lsa, yo'lim to'sab bo'lolmaysa, tushundingmi? Umar qana senmi shu hech kim to'sab bo'lolmaysa. Tushunding? Hammaning vaqt soati keldi. Ben enediğden aldı da aşı muşunda o itip durup işte tıkıp otağa yerin resmini operip this is porn Roshan Abbos. Ben şeyde türüme bak o. Enediğden aldı da. Ya muşta calaplarını işit atam. Ya bu calap koy bol deyim hemen. Muşta işit atam sen deyim hemen. Biç ya da koy bırak karapla oturmam hemen. Bermamsa xalqning olgandikin, xalqning uyini setib ketgandikin pulini gaqimamizlar qolgan boshqalar Amerikadagilar bu rasvochilikni chiqib bordi, bo'ldi qil. Pulni qutol deb boshqalarni gaqilishmamsa, qarab, uyan ko'rib o'tirishamsa, bu sash video chiqsa, ko'rib olsanglar, ya Alloh. Ko'gidakmi nasimi yo'q, o tarbiya qilib chaqirib pulni bergizadigan ishni qilgan qarindoshlar. Şaparaның qanday planşib ketdi zade tasqalga ishtamni kelib qubda o'tib fuchida o'sirdigan bo'lsa shundaq lapangiz baspangiz chiqib nervisin digizmaydigan gapni digizatdi. Senmi qarsa hidoyat degan senmi xotiningning ballan pulini o uy o'slam hisob emas. Qizvalnikini ballaring degan o'zingning vujudidan topgan ballar o ko'chida demaga rasvo gapim qolmabdi sen maynat kuylarningki. Xo'jan qanday bo'lganiki sen shunda bo'lsa degan teqi. Xap, seningkini bir kilidigo qo'ymango rasvochiligingni xap. Shu chaqda sening shu qalpikingni yalab turib, yog'an soqolni qo'yib, imondan boshqa so'zlab qilganingga haqmi? Deydigan ko'rganlar ko'rib saskinib ketibdi, ko'rmaganlar shu endi jalab qilmoq yantaya xo'p chiqdi. Bu millat
Başında. Ben bir yerde bana bir video avatibdikan, men qo'yib beray qarindoshlar. Asli bu narsani qo'ymasaqmi bo'ldi, bu vatanga aloqador narsalar ekan. Lekin bana birisi avatibdi, qara menda debchi. Shu men qo'yib beray, bir ko'rib boqayli. Andan keyin bir javobda bir baho beraylik qarindoshlar. Şundan ne kaldım? O haklarımı kalmış. Adam bayada, oyat, işek bayada. Deptike, koncuk, mançılar gaplarını kıp ketmegin. Yumuşak mı kattıkma dadandan sonra berip, apanı razı tutum kılmayı tutup da dadanğı tüycan kılıp dadanğı satı aldılar, dadanğı bere, kasmak. Muşunda söz avatkan malını koşuş kasmakla 7-8 münku, 10 münku koyucu maaş alıtkense kitaptan bir abzasız yatlap çıkıp okup berip niyede. Numus, muşunda ayasız numussuzlarını kırıp tıllamamsa Muşlarını kırıp tıllasam anlamdı o kızımız oğlum nimelikini bilmey durup muşlarla dep bilip git bardı hazır dep Muşlarını kırıp tıllıkına şıplaslı Bir kadın bir kağam bu Yaxşı gaplarını kılıp miyada muşunda sözler bir at kademden tıllamay muşunda rezgi muşunda ahlaksız muşunda kasma işek muşunda çırayamı işek okşayetken kancuk siniki muşunda üşmüdür Çırayamı kaşırımdan tatip şundal işek okşayetkensen maskine versen nimge okşaysa tekimi Muşundalarını kırıp tıllaşmamsa Ani dep man kırıp tepemey Ahlaksız kancuk Ülep ketmişsem görmez sendek muşunda ayağını qarıp koyup durup muşunda çıkıp söz atkan sende kancuklarını bir günlerde kan kusup doktorxana tapkan bir saatından elimiz kitip aman bir gün görmey ülep ketmişsem Xutama ayağın numusunu qarıp koyup muşunda çıkmış kepler dadan degen Ağzım bu sütüme berip dadangı dep dadangı satçıma paskına Maşin muşun oşit nersi tatkanan emsi dadangı satçıma apanım kandak koyup da dadangı dep çıkısını otkuzup koyup durup içip uçuk kaşkara şıksını berip satçıma rezgi meynetkan çok paskılla Abişim Bu qarindoshimiz nim demoqchi desanglar qarindoshlar. Maska taqgan qiz bola ham deylik bir erlarninki bir iqtidorlik to'g'risida bir doğru satır ekanda. Meynat gaplarni qilib ham chiqib ashta bir narsalarni qilib ma vatan ma qarindoshimiz ashuningga chidamay ash narsaga chidamay ma qarindoshimiz vatanning ichida chiqib so'zlabdi-da. Vatanning ichida ya ko'rdinglarmi qarindoshlar ashinchilik bir meynatchilik bo'lganga chiqib qizlar so'zlayotdi. Bizning hozir teshimizda da'vochilarning ichida nima meynatchiliklar, nima rasvochiliklar chiqdi. Qaysi birsinglar chiqib bir tanqidlab, bir nima mati ayollarning obrazini tushirgan meynat bizning beshimizga chiqyapti deydigan gap yo'q. Texi duo qilib, texi numus qilmay, texi ko'zingni ichib qo'yapti, qo'shilish, yoqtirmasang atlab o'tab ket, ko'ma. Tushundingmi, haq? Ma kimni da'vat etdi deb azimdan bir so'rabdi. Bu bir misol endi vatanning ichida shunda bir doğru satılgan qiz bor ekan, erlarning bizim deb setibdi-ki, shuning qarshi ma qiz bor debdi, nimda axloqsiz nimasan? Onu demasangmi bo'ladi-ku, haq kerak o'z doktorxonaga bordi, topgan pulingni qanjiran qilsa deb. Senmi dal ashta bo'lsa ro'shan bas. Qanjiran aroda o'tirib, mishindaq jining chiqdi. Xudoyim bersa, ikki balni yig'latgan ash ayolning ko'zidan ko'z oqqiningga millatning qinini kirgan chiroyingga lash olib ketdi Xitoyning lashidek. Ishning kunni ko'rib, so'rilib mush dunyoda sen vayron xoni vayronchiqda o'tib ketsin. Allah balayını verir o seninki. Apan o dünyada dozaqda hazır. İnşallah. Dua qilmayman hem dua qilamiz. Dadangmi shu. Çünkü hammasi millat senlar shu setib dadang apangni dozaq qilib bo'lishdi. Millatni setib apang dadangni qilgan qanchalik mehnatchilik va uni Xudo biladi. Vatanning ichida onda ziyolati qonqi tiqsini unda ziyoliligini bizga kerak emas unda. Unda mehnat baldiri va unda mehnat da'vo qiladigan da qanjoq unda haqni uyini buzadigan adamni 7 qitim tegib tikaylik shunda rasmga tushadigan qizi degan yeb sanglab apsi hadisi turmida o'sa ishda olamda eqib ketay debdi miyalar vaqo cho'shqining burundan tushganlar ko'p. Bamamsa haqning pulni yo'g'anki mushta gaplarni anglab huzurlansa ya qilib shu bir nima bilan gavchov chiqtamdi ya pallik chiqtamdi ya Tas qapsa karvatni ochib domlab chiqib ketgan o'zang
Ya kallangni suyuyorma ya seninki. Kallangni suyuba seninki bağı. Kallangning bir tasqam suyuba seninki. Numus qilmay texe yog'liqlar haqorat qilib, yog'liqlarni taqab chip ketganni. Vay jalab, vay jalab. Berisha xotin ishkina, xizmatchi ishkin, xizmatdash ishkin haqning pulini yavamay to'la. Baribir olamiz uni. Numus qayg'us, numusliqi hujayrisi o'lgan ishqib ya Xudoyim, mengo ömrümde bundaq adamlarni birinchi qitimki mengo ashta degan beshida. Ay fukam buni chiqarsingizmi-chi, o jalobning qirg'imi kep qo'ymaydi. Bak qilin, bak qitib ketgan ajoyib numussiz paqirab turib ashuna qildi deganda undami emasdi adam pishga ovozni qo'yib qo'ygan uninki berveta haqning pulini deb qo'ysam, voy o'zingni o'zing ko'migicha sadi sana hozir ko'rsatmay turmas. Seninki aşı yollarını kesip politik narsani üzüp seni aşı qopanmas qilib qo'ygan chaqda aningdan keyin chiqirib sazoy qilib bu dunyodami shu u dunyodami sazoyi ma qizvoning kichik men misolni deb ko'rsatib qo'ydim. Ashunga kichiknam ashtaq lanat o'tib ketgan vatan bir kun mustaqil bo'lsa ko'rsa vatandagilar ko'rudimmish narsani. Shu chaqda Abbas oilasininki sha'niga qandaq tarix yezildigini shu chaqda oilaviy yezilsa. Yana bir necha vaqtda uninkini gaqimidim, atlab o'tib ketib qo'yib turay dedim. Seningmi zamoning keldi aldirmaydi. Seninkini mi qo'yimiz? Shunday gaplar qarindoshlar. Mushunchalik ishlar bo'ldi. Unda bo'lsa Mehribon Niyoz xonim hamda kelar yillik to'yini Urumchida Cho'lpar restoranni qilamizlar ya shu yerga tayyorlik qilib qo'yinglar hamda bunda xonimlar chiqib o'tdi. Bilib qilinglar hamda qizingizmi qo'yliqi qahramonlarcha Urumchidan chiqqan qizingiz migrafon şirketining qonun bilimlarini o'qib qanday qildi-ku. Bu biz tekshirib baqsin bo'ladi. Ya'ni hamda pasporti bolaning tek qonunda o'tmagan o'xshaydi. Inshaalloh uni bo'lib qilib men duo qilib qo'yay. Mening vaqtim chiqmay ketmadi, ishlabman, jilaqirab adashib ketmayman. Men ishlaydigan yeringizga berib naq maydon qilib sizdan savol so'roq qilaman. Fikr erkinligi davlat. Chunki Shvetsiya qonun chiqadi. Fikr erkinligini to'sish, uni buni qilganlarga, uchurlar sirtga kuzatganlarga davlatga qaytarib o'timiz, nas keraklarni tatib olamiz deb. Men nada ishlaydiganingizni bilaman-ku, sizlar birga ishlaydiganlar bor. Buldu qarindoshlar, yana chiqib, yana paranglashib turamiz. Xudoyimga omonat, ba'zi gaplar o'shiq ketgan bo'lsa, ba'zi narsalar kam qolgan bo'lsa, kimini to'liqlaymiz, o'shiq ketgan bo'lsa, nima qilinglar? Ma'vo Roshan Abbasga tarbiya qilib qo'yinglar, Abdulkimga tarbiya qilib qo'yinglar, xo'rlik qarindoshlar. Kunda shunda bo'laversa yaxshi bo'lmaydi. Isbot bor, hujjatlar bor. Haqning pulini beriversin. Haqqa garchi haq endi hozir hayoti millioner, milliarder bo'lib ketsin-mi? O'zining haqqi. Bu dunyoda o'zining haqqini boshqalar tatqizib qo'ymaslik kerak. O'zining haqqini o'zi yeyish kerak. Haqning haqqini yevasa bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsalar to'liq isbotlab bo'lgandan keyin shuningga men o'ylayman qarindoshlar atrofidagilar do'stlari yoki tuqqanlari beraversin pulni. Eng yaxshisi pul yo'q emas bor. Yolg'on saxta qalanda divani pardasiga kiryapmizmi biz bularninki qanchalikligini obdan bilamiz. Shuningga Rishad Abbas Ece qizmani angla. Njat Abbas Ece qizmani angla. Jalab singlingningki bir muncha rasvochiqlar chiqatdi qara. Yana ilaqalar yuribsa yig'iladi. Endi-chu ilaqa oqi ko't o'g'aniki singlim ashta jalab bo'ladi-chu. Oilang shundaki asli. Unda o'g'andan keyin sen agar ras vijdoningni yana satma, yana vijdonim desam, mendan chiqib tilni angla olaversa, tilni olaverma, to'xtamay tilayman. Agar kendi hujjatlarni ko'makchi bo'lsang, sen avatib bersak bo'ldi. Ayni vaqtdagi Abdulikim bilan bo'lgan ishdagi munosabatga hamma narsa tayyor turibdi, tushunding?
Bu Lümlüm Boychang üstüdeki Ablekim degan jalapsыңның daraq tarbiya qilib, pulni bergan ishni qil. Rishad Arpas degan ko't. Bo'lmasa atigi senankinimi Zarina Paskinangning qizlaringning so'rab chiqadigan bo'lsam, ayolingning psixikasi chidamay o'tirolmaydi. Uy bo'yicha hammangning bor. Bir taldan rasmingni chiqib turib sazay qilma, tarixingni cho'p chiqma. Eng yaxshisi pulni vaqtida berish. Bo'pti qarindoshlar, Xudoyim omonat amsa. Aman bo'linglar, yangi yil kelibdi. Yangi yilning kelayotgan yangi yilinglarga tabriklayman do'stlarim. Vatansuyar qarindoshlarim, mening leksiyalarimni, naq maydonlarimni yoqtirib ko'rayotgan qarindoshlarim, yangi yilga kirib yangi yilda yangi tilaklar bilan kirayli. Xitoyningki o'rildigan qadamlari tezlashsin. Vatanimiz Sharq Turkistonga Alloh nusrat ato qilib, bo'z qoralliq kiradigan bir yo'l ochilib, mavi sharbiy hayoni qon bilan juydigan bir imkoniyatlarni bizga Alloh taqdim qilsin, qarindoshlar. Manda buzuq ravandilarning yenidan yer turayli. Müşü sağlık Xudoyga o'xshash, Dilyarga o'xshash balalarimizni qo'g'dayli, igi chiqayli, davosini qo'llayli, oqida tik turib berayli. Shu xalqaro jinoiy ishlar sotiga materiallar kerak bo'lsa, ta'minlab beringlar, yezinglar. Qarindoshlar, davo setilib ketgan davo, bir top munofiqlarning quchuqida davoni payxon qilib o'ynayotidi. Davarimizni setyotidi. Adamlarimiz setilib ketgan, vatanning ichida xalqimiz, hamshirlarimiz ingrayotidi. Shu vatanning ichidagi lagerlarning balduroq taqilib, vatanning ichidagi mening ota-onamga o'xshash ota-onalarningki begona kesilib ketgan o'sha qarindoshlarimiz vaqtida turmadan chiqsin. Qarindoshlar, hamma xo'shalliklarmish yangi yilda bizga yor bo'lsin. Bütün xapalık, meynatçilik, kisel, balay afetler, vatan xatqış milli hayırlığa bolsun. Aziz qarindoshlarimiz aman bolsun. Ata-onalarımızga igi chiqayli. Ata-ona, qarindosh urug'-tuqqanlarimizga igi chiqayli, saqlab qolayli. Ashlarni saqlab qolalsak, u ziminnab bo'lganiga uning uchun adam bo'lmas, yana bo'lmaydi. Bir adamni o'sma ashlar uchun saqlab qolayli. Guvohlik berayli, yana to'xtamay chiqayli to'g'rida. Shu Sürgün hükümetninki xalqaro jinoiy ishlar nimasiga o'zinglarning shu pasportinglar bilan tava bo'lsanglar qanday ish bajardi ashuni so'rab, ishinglarni qiladigan ishni qilinglar qarindoshlar. Bizning vatandagilarga Xudoyim eng oson ishlarni bersin. Shu vatandagilarningki amonchiligini bersin. Shularningki qarindoshlar bir tuproqning ustida bir sog' salomat turib bersin, bizga berib, ashlar bilan bir ko'rashkidak, ashlarning bag'rimizni tuproqni suygidak, shu tuproqqa biz ota-onamiz bilan ko'rishkidak, bizga salomatliklarni ato qilsin, to'g'ri yo'lda mengishni, ezib ketmaslikni, shaytonning vasvasaligiga kirib ketmaslikni, nafsning kayniga kirib ketmaslikni Xudoyim saqlasin qarindoshlar. Qarindoshlar, uyg'onayli, unda qilmayli. Bu tug'liq hamitmi doim so'zlab beraman. Bu jon amonat, bizga amonat emas, Xudoga amonat jon bu. Ati chiqib ketsa, so'zlashni o'rganinglar qarindoshlar, bir-birimizga egi chiqayli. Ana kimlarning bolalari kimga deb Adilmijid akamizning shu qaqishib ketibdi qizini. Ya bir narsalarga qo'l qo'yib bermay, ya bolalarning maktab pulini bermay. Mana o'zimiz ochiq reallikni ko'ryapmiz. Ular chiqib saqolni qo'yib olib, inshaalloh Uyg'ur indijeniz deb bizni payxon qilib o'ynayotdi qarindoshlar. Agar kimda rasmishlarningki rasmini yoki andaqmanda Xitoyning odami yoki andamanda mamlakat sotlashma desa, men qo'lim ko'ksimda u ba'zi narsalarni sotda naq maydonda qo'yimiz. Saqchining oldida, bexatarlikning oldida bo'ladi. O teshig'i chiqayotgan narsa, o public bo'lib ketadi, o ommaviy bo'lib ketadi. Uning hech qanday kuchi olmaydi. Qurultay kelsin oldinga. Mana men bor. Shu qarindoshlar, yangi yilinglarni yana bir qaytim kelayotgan yangi yilinglar bilan tabriklayman. Abiyam deb bo'ldim deydigan gapni qarindoshlar, yangi yilinglarda yangi natijalarga erishinglar. Xush xabarlar kelsin agar menga o'xshash ota-onasi turmidikilarningki dili suni qarindoshlarimizning dili ichilsin, tillari salomat bo'lsin. Kelar oy, mushu oy, mush kunlarda yana biz yangi yilni tabriklashga, yana bir xo'shalliklar bo'lishga
Allah nisip eylesin. Ben çıkıp kettim kardeşler. Oturlukta ama fakat bulmadı ağzımni buzub saldım. Aslında ben buzmayma degandim. Ama bular buzg'iziydi ki bak. Buziydi öyle bo'ldi buniki voy bu yaman qiynayotdinglar meni buzma deb. Bo'pti unda bo'lsa qarindoshlarimiz. Allohga omonat, omon bo'linglar. Rahmat.